hammaga mana biz hozir qizil lobyani olyapmiz. Buni ham sotmoqchimisiz, amaki? Buni ham sotamiz. Mana hozir ichini ko'rsataman sizlarga. İçini ko'rsating. Mana qizil lobyani ichi mana. Mana To'kilib ketdi. Mana to'kilib ketdi. Mana ichi qani? Mana qizil. Buni ham sotmoqchimisiz? Buni ham sotamiz. 10 ming so'mdan kirasiz. Uncha arzon. Biz dehqonmiz. Dehqon mana. Haqiqiy dehqon mana bobo. Mana shu makkalarni ham hali qarayman, bittadan ikkita bola tug'gan. Ikkita. Agar shularni ham pishsa, yig'ib mana shularni ham sotamiz. Makkani nech puldan sotmoqchisiz? Makkani kelishilgan vaqtda. Mana eng arzon bog'bon mana. Mana bu ham bizaniki. Dala katta, o'ta katta. Mana oxiri yo'q. Mana shu dalada yig'ib sotamiz ana. Makkalarni, bug'doy, kartoshkalar. Xudo xohlasa, agar bularni ham ertagacha, yakshanba kunigacha olib chiqib sotamiz. Agar bular tozalab bo'lsak, mana dalamiz. Obuna bosib qo'yinglar, nomerni tagiga yozib qo'yaman silkaga.